Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. İnternet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibrис, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Alright, kingsi T. Ma asaraq shnama. Okay, ma mashni ko'rib baqama. Wow deysizlar bu mashinani. Bu nima deysizlar? Okay. Tesla. Okay, T-E-L T-E-L-S-L-A. Bu hozirgi tok mashinasi, tok qachlab qo'yib, ma'nogan shunami? Va jungoga kirib BMW ni jiltib etdi degan mashin shu, ha? Bu nima? Tesla. Okay, nima? T bilan boshlanadi. T-E-S-L-A degan mashina. Tesla Motors. Okay. Logosi mi? Logo. L-O-G-O deymiz emas, logo. Shu markasi. Marka belgisini nima deymiz? Logo shunami? Shu nima? Tesla deb yoziladi. Okay, keyingisi T. Masalan, table. T-A-B-L-E. Table. Shunami? Table. Table. Ama keyingisi toilet. Okay, O barmikin toilet. Yaxshi, toilet. O'birni tozliq uyi degan gap, toilet. Chetalga chiqib qolsan lozim bo'ldi. Aqnib qo'yinglar. Toilet. Okay, T harfi, keyingisi U. Qaranglar, bu nima ekan? U N I Q L O. Okay, L O. Uniqlo. Okay, Uniqlo deymiz, buni. U-N-I-Q-L-O, Uniqlo. Bu nima? Unique Clothing Warehouse. Degandan keyin qisqartirsa, bu Yaponiyaning intayin dangliq markasi. Bu hisobni naytlar rahat kiyimlarni sotadigan bir dukkan Uniqlo debchi. Buning tovarlardan sifati mollardan intayin qanday desam, nayt yaxshi. Uniqlo. Uniqlo. Bu beshinman shu U shu. Uniqlo. Ma unique deganimiz xos degan gap. Anikin clothes, kiyim-kechak warehouse amri. Demakchi, xos kiyimlar amri. Xos kiyimlar amri debchi. Demak, sizning xos kiyimlaringiz debchi. It's my favorite. Esat bir intayin. Yoqtirgan bir markaning birisi Uniqlo. Uniqlo. Okay, nima U degani-chi? UN. Okay, UN. Bu UN degani nima? United Nation. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Ma o nima? Rasmdagi boshda nima? United Nation. Demakchi UN. Okay, nimachi? UK. UK. Bu nima? The United Kingdom. Bu United Kingdom. Demakchi birlashma podshohlik degandan keyin qisqartirilmasi. Demak, bu bizda aytgan United Kingdom degan 4 davlatning birlashmasi. Masalan, England, Ireland, Irlandiya, Scotland, Shotlandiya, Wales tabri. Shu 4 davlatning birikmasini deymiz, United Kingdom deymiz. Bizda aytgan shu Angliya, shu 4 davlatning birlashmasi. Demak, shu birlashma nima? Podshohlik, birlashma xonadonlik degan gap shu. United Kingdom. Okay, UK. Unutib qolmanglar. Amsi qaranglar, bu U bilan kelgan so'zlarga. Masalan, USA. Okay. Nima bu USA deganimiz? Shu United Birlashgan States Shtatlar of America. Okay, America demakchi. Nima? USA. Amerika Qo'shma Shtatlari. USA, United States of America demakchi. Amerika Qo'shma Shtatlarini deymiz, USA. Xo'sh, endi keyingisi
O-R-M. Uniform. Okay, uniform deganimiz forma. Xizmat formasini nima deymiz? Uniform. Yoki o'quvchilarning formasini nima deymiz? Uniform. Demak, mana nima? U bala, USA, UK, Uniqlo. Shunami? All right, and the keyingisi nima? V. Okay, V. Okay, V deganimiz nima? Marka qarasam, vah deysizlar. Bu nima? Volvo. Volvo mashinaning markasi nima? V-O-L-V-O. Dunyodagi eng bexatar mashina deb qaralgan mashina. Shunami? Uni ustiga mush shirkatning injeneri mush mashinaniki bexatarlik tasmasi bor. Naq bexatarlik tasmasini ijod qilgan. Shunga hozirgi dunyodagi eng bexatar mashina deb qaraldi. Nima? Volvo. Okay, nima? Va talaffuz qilgan nima? Ma o stinkchini ostdan qilavergan azroq she'ri. Va. Alqa o'xshash. F o'xshash. Volvo. Okay, keyingisi LV. Okay, bu LV moda. Somka kiyim-kechak nima? Okay, Viro moda. Maniki san qizib oldi, yetib oldi. Da. Viro moda. Bu ayollar kiyim-kechak. Abel Jack Jonas. Onundakin only degandiki, shu bir shirkatning markalari. Vero moda. V-E-R-O-M-O-D-A. Deymiz, ha? Xo'sh, endi V bilan munosabat so'zlar qaraylik. Birinchisi nima? V-I-S-A, mana bu ko'p kelgan visa. Masalan, pul almasdan avtomatik pul olish mashinasida Visa card deb bor. Bu kart, ya'ni uni nima deysan? Visa. Ammo pasport bilan o'xshamaydigan yerda nima deysan? Pasport deganimiz hisobda sizlarning xalqaro kimliginglar bo'lsa, visa deganimiz boshqa yerda kirsang bo'ladi degan yo'l xiti. Visa. Okay, visa. Ammo keyingisi V-I-L-L-A. Bu nima? Villa. Okay, villa degan dachcha degan gap. Visa, villa. Talaffuz qilganda, ko'ringmi? Va. Okay, villa. Okay. All right. Dachcha. Keyingisi qaranglar, W. Okay. Mana uni V deb o'qisa qolmaydi. W. Okay, W. Endi bu logo qarasak nimadan tuzilgan ekan? Bir W bilan V. Volkswagen. Okay, Volkswagen. Shu ammibabma. Shu marka bu. Bu nima? W. W bilan boshlangan so'zlar qaranglar. W A T C H. And my CH deb talaffuz qilganda watch. Okay, a watch. Endi qaranglar, bu bilan nima ekan? Apple Watch. Apple Watch. Olma soatlari ekan shunami? Apple Watch. Watch degan qo'l soati. Wallet. Okay. Endi mana nima desanglar? Wallet deganimiz nima desanglar? Portmon. W-A-L-L-E-T. Wallet. Good. Next one is X. Like a CGTV emasmi? XJTV. Demak, endi mana nima? XBOXONE demakchi. Xbox One. Okay, bu o'yin o'ynaydigan bola bek bo'ladi. X. Xo'sh, endi X bilan kelsak nima? Box. Okay, box deganimiz yeshik. Box. And a fox. Nima? Tulka. Okay, tulka nima deymiz? Fox. Eshik nima deymiz? Box. Okay. Demak, mana harfni X. Qattiq unutib qolish qo'ymoqchi bu mana nima? X. Nima? X. Nima? X. Yaxshi. Okay, mana Y. Y-A-M-A-H-A Yamaha. Okay, Yaponiyadan markasi shunami? Yamaha. Motor is back bo'ladi, Yamaha. Y. Nahmush harfi nima? Y. Nima? Yol. Okay, yol deganimiz shu yalkanlik kimin nima deymiz? Yol deymiz. Ya'ni yogurt. Yogurt deganimiz nima? Qatiq. Biz qatiq nima deymiz? Yogurt deymiz. Yogurt. Y. Ma'rif nima? Y. Keyingisi bilan qarasanglar nima? Z A
Z-A-R-A, Zara. Bu dünya intayin dağınlıq kim kiçik marksa, bu dünyanın her kaç şeyler var. Intayin bu da. Zara. Okay, Z-A-R-A, Zara. Şimdi ben de Z-R-P iken bu. Birinci sözümüz Z-O-O. Bu ne? Zoo. Okay, ma O-O-U da bu kadar. Zoo. Zoo деген neyim oldu? Hayvanatlar bağıtsa. Hayvanatlar bağıtsa neyim? Zoo. İşte ama. Kings şu zebra. Okay. Zebra şu neyim? Tağıl at. Tağıl at neyim? Zebra. Okay. Zebra. Z. Hoş mana biz şu 26 harfdan bir so'zlab bo'ldik. Birdamdan keyin kelarki sonimizda shuningki qandoq yezilishini, cho'ng yezilishi, kichik yezilishi, shuni tafsiliy yana bir so'zlab beraman. Endi bugun ham shu bir o'qilishni o'rganib olganingiz yaxshi bo'ldi. Misol bugungi darsimiz mushada bo'lsin. Topshiriq. Sizlar har bir harfni qancha bo'lsa bir varaq. Bir varaq desam hamda yo 11 bir varaq toshqizib ketsizlar. 50 qatimdan-chi. Kam deganda 50 qatimdan bir o'lchamlik 4 siziqliq daftar olsa, hargiz 5 siziqliq bo'lmasin-chi hamda. Musiqa daftarini ko'chirib yozmanglar. 4 siziqliq daftarga 50 qatimdan bir harfni 26 harfni shunday ko'chirib chiqsizlar. Agar unday qilmasanglar mayli, albatta buning boshqa o'g'li bo'lmaydi-da. Lekin hamda mushunday qilsanglar cho'qim foydasi bor-da hamda. Cho'qim shiniman kislar hargiz foydasi bor, foydasi yana aray olasizlar. Buni ko'chamay mashq qilmasanglar qanday desam, unda ko'rib, bilgandek, men buni biladigandek, bilanmadim deb qolsizlar. Mukammal bo'lmaydi. Yezinglar. Vahshiy yezinglar, o'qinglar, yezinglar. Bo'lsa video degani qayt ko'rish kerak. To'xtamay qayt ko'rish kerak. So'zlab beraveramda qayt ko'raverasizlar. Shunami? Shunga shunday qilsanglar bo'ladi. Undan keyin bizniki shu abdiy ta'limimizniki ovozliq inkas savol so'rash iqtidori bor. Sizlar shu yerdan savol so'rasanglar bo'ladi. Onundaki va yoki meniki o'yinlarimni shu ekranning ostida chiqadi ba'zi betlarda. Qaysi beti chiqadigan tepishmoq. Shu Ablajon 18 degan shu. Shuni ham qilib so'rasanglar bo'ladi. Quruq gapni so'ramanglar, muhim narsani so'rasanglar bo'ladi. Bo'ladi. Bizningki to'g'ri adresimiz qaysyn app tushirish adresi shu qaysyniki shunday ham to'sliqni qilib app deb yozib qo'ysanglar app nima app tushirib agar appni tushirib olsanglar bu texmi ko'p mazmunlar bor ana bular odatda sizlarga yo'llab turiladi ko'proq ko'rgaysizlar undan keyin fikr takliflaringlar bo'lsa ayamay bir avatasizlar bo'ldi. That's all for today and see you next time. Goodbye.